Ko'pchilik o'zini o'rtahol deb o'ylaydi, lekin bu yolg'on tasavvur. Siz boymassiz, kambag'al emassiz yoki o'rtahol emassiz. Siz boylikni 5 ta etapidan biridasiz va shu yillar davomida o'zida sizni ushlab turibdi. Shu sababli sizni daromadingiz oshsa ham hayotingizda katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Bu videoda siz boylikni qaysi etapidaligingizni bilib olasiz va keyingi etapga chiqishga aniq qadamlarini tushunib olasiz. Assalomu alaykum, men Isroil Samatov, 7 yillik tajribaga ega investorman. Shu kungacha 500 ga yaqin investorlarni shogird qilib chiqazganman. Sizlar bilan boylikni 5 ta etapini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Boylikni 5 bosqichi. Ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Sizlar uchun 5 etapli bosqichni ko'rsatib qo'yganmiz. Ya'ni bu joyda 4-etapda orzudagi hayot. Juda ham ko'p insonlar aynan shu orzudagi hayotda yashagisi keladi va sizlar bilan shu hayotga qanaqa qilib ketma-ketlikda chiqish holatini birgalikda ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Birinchi holat xaos. Xaos etapidagi insonlar pul ustida umuman nazorat yo'q. Qarzga botgan, oyligi 10-20 kunda tegi bilan tugab qoladi. Stress bilan yashaydi. Endi shu etapdagi insonlarning zaif tomonlari, ya'ni shu etapdan nima sabab chiqib keta olmayotganini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi holat moliyaviy savodsizlik va hisob-kitobdan qochish. Bu holatda nima bo'ladi insonlar? Oyligini oladi, oyligini olgandan keyin hech nimaga qaramasdan to'g'ridan-to'g'ri xarajatni qiladi. Kunma-kun hisob-kitob yo'q, oylikni oxirigacha yetib ola olmaymanmi degan savol yo'q va undan tashqari o'ziga xarid qilayotgan jarayonida nima uchun xarid qilayotganini ham tushunmaydi va hammasini hisob-kitobsiz to'liq ishlatadi. Va shu holatda qarzlarni ham normal holat deb qabul qilish boshlanadi. Ya'ni har doimgidek pul yetmaydi va qarz oladi va qarz olishga u insonda shunaqa narsa shakllanadiki, ya'ni mentalitet desa ham bo'ladi bu narsani. O'zida shunaqa narsa shakllanib qoladi. Bemalol qarz oladigan bo'ladi va buni normal holat deb o'ylaydigan darajaga yetib qoladi. Chunki atrofda ko'radi, shunaqa holatdagi insonlar atrofda ko'radida, qarasa hamma shunaqa qarzdan bosh chiqmayotgandek ko'rinadi, boshqa bo'ladi. Shunaqa hayotda davom etaveradi va aynan shunaqa narsalar insonni shu etapdan tepaga qarab chiqazmaydi. Pulni emotsional sarflash bu ham juda ham zaif tomonidan hisoblanadi. Ya'ni qaranglar, bu holatda ikki xil holatda shunaqa narsa bo'ladi. Ya'ni stress holatiga tushganda inson nima qiladi? To'g'ridan-to'g'ri har xil xaridlar qilib qo'yadi. Misol uchun stress holatiga tushganda bir ikkita insonlarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Men stressga tushganimda borib turib kiyinsam yoki ovqat yesam o'zimni yaxshi his qilaman deydi, yoki bir xil insonlar shu taraflama anaqa bo'ladiki, stressga tushdi, borib turib ichkilik oladi, boshqa narsa oladi, o'zini shu narsalarni unutish uchun shunaqa narsalarga pulini sarflab qo'yadi. Ikkinchi toifadagi insonlar qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, aynan emotsional sarflashda oyligi tushadi. Oyligi tushishi bilan to'g'ridan-to'g'ri borib, misol uchun o'ziga kerakli narsani olmoqchi bo'lgan paytda o'zi boshqa narsa ko'ziga ko'rinib qoladi va o'sha keraksiz bo'lgan narsalarga emotsionalni xaridlarni qilib qo'yadi. Yonida puli turibdi. Puli turgandan keyin albatta inson nimadirlar olgisi kelib ketib qoladi, boshqa narsa bo'ladi. Aynan shu ham zaif tomoniga kiradi. Xo'p, yangi bosqichga chiqish uchun harakatlarni men sizlarga tushuntirib beraman. Xarajatlarni yozib yurish, agressiv tarzda sarflashni kamaytirish va tejash. Bu eng kerakli narsa. Buni juda ham ko'p videolarimda har doim shu narsalarni tushuntirib o'taman. Ya'ni shunaqa qilishinglar kerakki, kamaytirish va tejash bu ziqnali qilish degan tushuncha yo'q. Bu narsa sizni keyingi etapga chiqishingizga yordam beradigan narsalardan bittasi. Qarzlarni ro'yxatlash, to'layman deb niyat qilish. Ya'ni qarzlaringizni ro'yxatga olasiz va niyatda avvalo to'g'ri qilish kerak bo'ladi. Qarzlarni to'layman degan niyatingiz bo'lsa, albatta bu narsada sizga Allohning o'zi beradi. Oila a'zolar bilan bu haqida kelishish. Ya'ni siz holatingizdan kelib chiqib, oila a'zolaringiz bilan kelishishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz nimadir qilmoqchisiz, keyingi etapga chiqmoqchisiz. Keyingi etapga chiqishingiz uchun nimalar qilishingiz kerak? Ya'ni xarajatlarni kamaytirishingiz kerak, to'g'rimi? Bu faqat o'zingizga bog'liq bo'lmaydi, ya'ni oilangizga ham bog'liq bo'ladi. O'shaning uchun oilangiz bilan gaplashgan holda, men shu narsalarni qilmoqchiman, keyingi etapga chiqmoqchiman, hayotimizni to'g'rilamoqchiman degan narsani tushuntirib va bu uchun oilangizdan ham poddershka kerak bo'ladi sizga va o'sha poddershkani olish uchun siz albatta oila a'zolaringizga to'g'ri tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Ozgina qiyinchilik bor, to'g'ri, lekin keyingi etap undan ham yaxshi bo'laveradi. Bizda keyingi etap xavfsizlik. Ya'ni
Bu etapda moliyaviy yostiqcha yo'q, xarajatlar tartibsiz, lekin odam o'zini o'nglashni xohlaydi, ya'ni holatini to'g'rilab olishni xohlaydigan etap. Bizda nima bo'ladi? Keyingi etapga chiqish uchun, ya'ni balandroq o'zidan yana shu holatidan yana ham balandroqga chiqish uchun bunda ham zaif tomonlar bor va harakat qilish kerak bo'lgan taraflar bo'ladi albatta. Zaif tomonlarni tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda intizom yetishmasligi, shu etapda qolib ketishiga sabab intizom yetishmasligi. Bu narsa juda ham ko'p insonlarda bor, ishonavering. Hammada nima bo'ladi? Mana kechki payt yotasiz. Yotganingizda xayolingizda, misol uchun har bitta insonning orzulari bor-ku, orzulari, boshqa narsa keladi, hamma narsa kelgandan keyin miyasiga o'sha paytda o'zida inson motivatsiya oladi va ertadan hayotini o'zgartirishga harakat qiladi. Aynan shunaqa insonlar, shu etapdagi insonlarda shu holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Men ertadan hayotimni o'zgartiraman, disiplinada harakat qilaman deydi va motivatsiya yo'q bo'ladi ertasi kundan, yana o'sha hayotga tushib ketadi, chunki unda intizom degan narsa yo'q. Intizom bu sizni nafsingizga yoqmaydigan narsa. Intizom albatta yetishmasligi shu sizni etapda qoldirib qo'yadi. Rejalashtirish sust. Umuman rejalashtirish degan narsa bo'lmaydi. Reja o'zi tushunib olishimiz kerak. Har bitta insonga reja kerak bo'ladi hayotida. Har bitta insonga. Ya'ni keyingi etapga chiqmoqchimisiz? Reja bilan chiqishingiz kerak bo'ladi. Har kunlik ishingiz, har kunlik planingiz, nima qilishingiz kerak va o'shanga qarab harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Bugungi kun bilan yashash mentaliteti. Ya'ni mana ko'pchilik shunaqa narsa borki, ertangi kun degan narsada sal boshqacharoq tushuncha bor. Ertangi kun bir gap bo'lar, hozir yashab olay degan narsa chiqqan. Instagramda ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Instagramda ham qarzim bo'lsa ham hozir yashab olay degan roliklar chiqarishdi. Aslida bu noto'g'ri narsa. Sizni xuddi shu botqoqlikda qolib ketishingizga, bu etapda qolib ketishingizga sababchilardan biri xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Bugungi kun bilan yashash mentaliteti. Moliyaviy odatlar shakllanmagan yostiqcha rejalashtirish. Boya aytib o'tganimdek, rejalashtirishda har bitta insonda rejalashtirish bo'lishi kerak. Ya'ni siz kichkina narsa bo'lsa ham o'shani yozishingiz kerak, reja qilishingiz kerak. Nima qilmoqchisiz o'zi hayotda hammasini albatta shu joyda kirgizishingiz kerak bo'ladi va yostiqcha deganda tushunib olishimiz kerak. Bizda mana nima bor? Bugungi kun bilan yashaydimi? U insonda ertangi kuni yo'qmi? Albatta moliyaviy odatlar shakllanmagan bo'ladi, ya'ni yostiqchasi yo'q bo'ladi. Misol uchun ertangi holatda deganda yomon kunlar uchun olib qo'yishim kerak degani emas. U joyda nima qilish kerak? Inson har doim yostiqchasi bo'lishi kerak. Favqulodda holatlar bo'ladi. Undan tashqari siz kimgadir yordam berishingiz mumkin bo'lgan holatlar bo'ladi. O'sha holatlarda ham siz o'sha narsaga tayyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Yoki yashab turgan, hozir ishlab turgan ishingiz nimadir bo'lib, misol uchun ketadigan bo'lsangiz, albatta u yostiqcha sizni oilaviy zaxirangiz bo'ladi. Yoki qanaqadir ish boshlab olishingiz uchun albatta shu narsa kerak bo'ladi va bu zaif tomonlari hisoblanadi. Shu narsalar yo'qligi uchun keyingi pog'ona, keyingi etapga insonlar chiqa olmaydi. Ya'ni shu pog'onada qolib ketib qoladi. Endi bundan chiqib olish uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsak va bu joyda ham yechim albatta bo'ladi. Yangi bosqichga chiqish uchun nimalar qilish kerak? Zaif tomonlarni tushunib oldinglar, endi men sizlarga yechim beraman. Ya'ni bu joyda bir oylik moliyaviy yostiqcha shakllantirish. Siz o'ylamang, shunchaki bu joyda o'tirib, holati yaxshilangandan keyin menga gapiryapti deb o'ylamang. Albatta bu etaplardan men o'zim o'tganman, shaxsan o'zim va men sizga tushuntirishga ochig'i haqqim bor va tushuntiraman. Bu narsani tushuntirgandan keyin xudo xolasa siz ham keyingi etapga o'tib olasiz. Yostiqcha shakllantirish deganda, boya tushuntirib o'tganimdek, siz keyingi oyda hatto bir oylik o'zingiz uchun yostiqcha qilib olishingiz kerak. Nima bo'lganda ham hatto bir oylikni qilasiz, undan keyin sekin-sekin ko'paytirib ketaverasiz. Bu narsani qilishingizda sizga nima kerak deydigan bo'lsa, ozginagina foiz. Ya'ni oyligingizdan foiz. Shunaqa ajratib bir oylik yostiqchani siz shakllantirib olishingiz zarur. Xarajat byudjetini ajratish. Ya'ni bu joyda siz oyligingizni olganingizdan keyin yoki qanaqadir ish qilayotgan bo'lsangiz, o'sha ishingizdan pulingizni olganingizdan keyin birinchi o'rinda xarajatlaringizni ajratasiz. Bu eng kerakli xarajatlaringizni ajratishingiz mumkin. Undan keyin o'sha xarajatlaringizdan tashqari bo'lgan narsada moliyaviy yostiqchani shakllantirib boraverasiz va xarajatlaringizni bir hafta davomida nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz yozib yuribsiz-ku, yozib yurganingizdan keyin shu joyda siz bir hafta ichida qaysi xarajatim
mani nafsim uchun bo'ldi, qaysi xarajatim menga eng kerakli narsa ekan degan narsani qilasiz va nafsingiz uchun xarajat qilib qo'yganlaringiz keyin o'zi sekin-sekin yo'qotaverasiz. Bu joyda ishoning 20% pulingizni nafsingiz uchun xarajat qilib qo'ygan bo'lasiz. Shu narsani qilganimizdan keyin bizada keyingi etap o'sish etapi. Bu etapda insonlarda moliyaviy yostiqcha shakllangan bo'ladi, xarajatlar nazoratga to'liq olingan bo'ladi va jamg'armasi bor bo'ladi. Lekin pulni ko'paytirishni bilmaydi. Bu etapni zaif tomonlari moliyaviy imkoniyatlardan qo'rqish, men hali tayyormanmi degan mentaliteti bir joyda qotib qolish. Ya'ni bu narsalar nima degani? O'zi umumiy olganda shunaqa bo'ladiki, misol uchun oyligidan tashqari jamg'armani shakllantirdi, bor pul yig'di, lekin o'sha pulni umuman hech nimaga ishlatishga harakat qilmaydi. Ya'ni hech nima bu nima qilishga qo'rqadi. Shu pulimni yo'qotib qo'ysam-chi degan fikr bo'ladi u insonda va bu narsa keyingi etapga o'tishga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni keyingi etapimiz bor, bilasizlar, o'sha etapga o'tolmay qolib ketaveradi. Lekin bir narsa borki, biza bilishimiz kerak bo'lgan narsa, bu holatda biz agar risk qilmaydigan bo'lsak, turgan pulimizni o'zi ham bizani minusga olib kiradi. Ya'ni bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Qanaqa? Sizda pul turibdi, $300 pulingiz bor. Misol uchun $300 pulingiz borda, bitta notebook olmoqchisiz. O'sha paytda olmadingiz. 1 yil o'tgandan keyin deylik, xuddi o'sha misol uchun o'sha parametrli notebook olmoqchi bo'lsangiz, $300 pulingiz yetmaydi. Ya'ni shu joyda inflyatsiyaga uchrab ketaveradi. Aynan shunaqa narsalarda insonlar faqat pul yig'ib qo'yishni o'zini biladi va risk qilishga qo'rqadi. Aynan shu narsa bu etapdan chiqib keta olmasligiga sabab bo'ladi va pulini yig'di, xuddi shu bir joyda qotib qolish bo'ladi. Pul yig'averadi, bu yoqdan ishlayveradi. Pul yig'adi, bu yoqdan ishlaydi, lekin hech qanaqa risk qilmaydi. Endi yangi bosqichga chiqish uchun, yangi etapga chiqishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak, qanaqa harakat qilishimiz kerak deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda investitsion tizimni biza yaratishimiz kerak. Investitsion tizim qanaqa bo'ladi? Investitsiyada qanaqa investitsiya qilinadi deydigan bo'lsanglar, misol uchun har xil yo'llari bor. Hozirgi kunda juda ham ko'p investitsion yo'llar bor. Misol uchun oddiy o'zimizaniki qo'yga investitsiya qilish, ya'ni qo'y boqish biznesini qilish mumkin. Undan tashqari meni o'zimni soham, o'zimni yo'nalishim aksiyalarga investitsiya qilish. O'zi aksiyalarga investitsiya qilish desam juda ham ko'pchilik tushunmaydi nimaligini. Qarang, bitta kompaniya bor, misol uchun Apple kompaniyasi, Nvidia kompaniyasi, shunaqa kompaniyalar bor. Tesla kompaniyasi bor. Misol uchun Elon Musk haqida hamma eshitgan Tesla kompaniyasi bor, to'g'rimi? O'sha Tesla kompaniyasiga siz aksiyalarini sotib olish orqali ulushdor bo'lib qo'shilasiz. Ya'ni o'sha biznesga siz sherik bo'lasiz. Sodda qilib tushuntirganda shunaqa narsa meni yo'nalishim. Aynan men xuddi shu yo'nalishda investitsiya tizimini yaratganman. Siz ham shunaqa qilib yaratishingiz mumkin. Endi buni qanaqa qilib yarataman deydigan bo'lsangiz, qanaqa qilib yasayman deydigan bo'lsangiz, shu joyda bosqichma-bosqich qilish kerak bo'ladi. Ya'ni growth stocklar, penny stocklar degan narsalar bor. Bu joyda siz birinchi kirib kelganingizda o'suvchan kompaniyalarga investitsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Boshida albatta ustoz topasiz, ustoz kerak bo'ladi. Undan keyin o'sha men aytayotgan growth stocklar, ya'ni o'suvchan kompaniyalarni topasiz, investitsiya qilasiz va yillar davomida opit yig'ganingizdan keyin, tajriba yig'ganingizdan keyin penny stocklar bilan ishlashingiz mumkin. Ya'ni penny stock deganimizda chaqa aksiyalar desak ham bo'ladi. Ya'ni bu joyda tez o'suvchan, tez tushuvchan kompaniyalar bo'ladi. Riski yuqoriligi uchun siz birinchi bosqichma-bosqich o'tishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu aksiyalar yo'nalishi, misol uchun sizga qiziq bo'lsa, aksiyalarga investitsiya qilish, har xil kompaniyalarga ulushdor bo'lib, men ham investor bo'laman deb niyat qilgan bo'lsangiz, albatta bu bo'yicha meni o'zimning dasturim bor, aksiyalarga investitsiya qilish bo'yicha. Shu dastur haqida batafsil ma'lumotni olmoqchi bo'lsangiz, pastda link qoldiraman. Linkdan ro'yxatdan o'tasiz va yordamchilarim sizlarga telefon qilib, o'zlari hammasini batafsil tushuntirib berishadi. Xo'p, daromadni oshirish strategiyasi, ya'ni siz nima qilishingiz kerak bunda? Siz misol uchun hozir ishlayotgan joyingiz bor, va o'sha joyda o'zida siz bilimingizni oshirishga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni siz bitta qanaqadir sohani mutaxassisi bo'lishingiz mumkin, o'shani eksperti bo'lishga harakat qilasiz. Shu joyda bitta narsani tushuning, agar sizni bilimingiz yuqori darajada bo'lsa, xohlagan sohangizda siz baland etaplarga, baland o'rinlarga chiqasiz albatta.
Xo'p, moliyaviy rejani tuzishingiz shart. Moliyaviy reja 1 yildan 3 yilgacha reja tuzadigan bo'lsangiz, bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, shunda siz nima qilishingiz kerak? Siz nimaga erishmoqchisiz o'zi? Qancha pul yig'moqchisiz, qancha pul investitsiya qilmoqchisiz? Shu narsalarni albatta yozishingiz kerak bo'ladi. Faqat aniq raqamlar bilan aniq nima qilmoqchiligingizni o'sha 1 yildan 3 yilgacha shunaqa narsalarni yozishingiz kerak bo'ladi va aynan shu narsalar orqali biz keyingi etapga chiqamiz. Ko'pchilik orzu qilayotgan etap mustaqillik etapi. Bu etapdagi insonlarda aktiv, passiv daromad shakllangan bo'ladi. Qarz umuman yo'q. Narxga qaramay hamma narsani sotib oladi va 2-3 ta daromad manbalarini shakllantirib qo'ygan bo'ladi. To'g'ri, bu ko'pchilikning orzusidagi moliyaviy etap. Lekin bu holatda ham yana yuqori etapga chiqish uchun bu holatda ham pastga tortib turadigan zaif tomonlari bor. Hozir sizlar bilan zaif tomonlarni ko'rib chiqamiz. Haddan tashqari xavfli investitsiyalar qilish. Misol uchun, meni o'zimda ham hayotimda bo'lgan voqea, men o'zim bizneslar qilganman, aynan shu mustaqillik holatiga ham yetib borganman. Yaxshi daromad ko'rganman biznesda va shu etapga yetib kelganimda meni orqaga tortadigan narsalar bo'lgan. Ya'ni bu joyda men pulni zo'r topganim hisobiga men bizneslarni zo'r qilaman deb o'ylaganman va riskni juda yuqori olib borganman. Yonimda shunaqa narsalar bo'lganki, menga biznes g'oyalar oldimga kelishni boshlagan, biznes ideyalar kelgan va men riskni baland olganim hisobiga bu joyda xato bo'lgan. To'g'ridan to'g'ri men tanimagan insonimdan, misol uchun uy sotib olishim, hujjatlarda qanaqadir xatoliklar qilishim va o'zim tushunmagan soha, bilmagan soha kosmetikaga aralashganman, kosmetika biznesini qilganman va undan tashqari kiyim-kechaklarga ham to'g'ridan to'g'ri O'rizor bozoriga kirib kelganman. Aynan shu joyda riskni juda ham yuqori olganman. Misol uchun O'rizor bozoriga kirganimda nima qilganman? To'g'ridan to'g'ri kirganmanda 3 ta do'kon ochganman. Bitta emas, 3 ta do'kon ochganman. Hijobli kiyim-kechaklar, har xil kiyim-kechaklar do'konini ochganman va shu joyda riskni juda ham yuqori olganman. Va shularning hammasi to'planib, men xatolarim sababli $200,000 qarz kirib ketib va birinchi etapga yana qaytib tushib qolganman. O'zini ko'rsatish istagi, ya'ni bu joyda shunaqa narsa bo'ladi. Meni holatimdagi holatni qilmasa ham ikkinchi bu holatni qiladi inson. Mustaqil bo'ldi, pul topdi, yaxshi pul topdi, nima qiladi? Boshqalarga ko'rsatish uchun noto'g'ri xarajatlar qilishni boshlaydi, noto'g'ri harakatlar qiladi. Shu joyda xarajatlarini yana kontroldan chiqazib, boshqa narsalarga sarflashni boshlaydi. Aktivlarni noto'g'ri boshqarish. Mana shu joyda, undan oldingi joyda aytdim masalaga, o'zini ko'rsatish uchun har xil xarajatlar qilishni boshladi, boshqa qilishni boshladi va aktivlarini umuman noto'g'ri boshqarish boshlanadi. Birinchidan, bu narsaga aktivlarga fokus qaratmaydi. Ikkinchidan, aktivlarini evaziga boshqa narsalarni sotib olish orqali yana aktivlarni ko'paytirishga harakat qilmaydi va bu aktivlarini noto'g'ri boshqarishga olib keladi. Endi aynan shu holatdan biz yana keyingi holatga o'tishimiz uchun, keyingi etapga o'tishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Yangi etapga chiqish uchun harakatlar, portfolioni balanslash va tizimlashtirish. Ya'ni sizga pul kelayotgan joyda siz o'zingiz qatnashmasligingiz kerak. Shunda nima bo'ladi? Siz o'zingiz qatnashadigan bo'lsangiz, tizimlashtirmagan bo'lsangiz, sizni xayolingiz nima bo'ldi? Chalg'ib o'zini ko'rsatish istagiga o'tib ketib qoladi. Ya'ni shu holatda siz boshqa narsaga chalg'idingiz va tizimingiz buzilib ketdi. Xuddi shu narsa bo'lmasligi uchun siz tizimlashtirasiz, pul keladigan joyiga boshqa insonni qo'yasiz, boshqa inson shu narsani boshqaradi va siz bu tizimdan tashqarida boshqa ishlaringizni qilasiz. Aynan shu tizim sizga davomiy pul keltirib turadi. Portfolioni balanslash esa bu joyda biz diversifikatsiya qilishimiz. Ya'ni siz bitta mana shu sohani, shu yo'nalishingizni qaysi yo'nalishda bo'lsangiz ham tizimlashtirdingiz. Tizimlashtirganingizdan keyin boshqa yo'nalishda investitsiya qilishni boshlaysiz. Ya'ni sizni bu tizimingiz buzilsa, ikkinchi tizimingiz bo'ladi. Ikkinchi tizimingiz buzilsa, keyingi tizimingiz bo'ladi. Albatta diversifikatsiya bu hayotingizda eng kerakli narsa hisoblanadi. Ishonavering. Siz agar uy joy qilayotgan bo'lsangiz ham, uy biznesi bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz ham diversifikatsiya kerak. Xohlagan narsa, bitta domdan 7 ta uy xonadan sotib olishingiz qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Albatta noto'g'ri bo'ladi. Agar u umumiy domga nimadir bo'ladigan bo'lsa, teg-tugi bilan sizni pullaringiz kuyib ketadi. Aynan o'shaning uchun diversifikatsiya, ya'ni portfolioni balanslash
juda ham muhim hisoblanadi keyingi biz etapga chiqishimiz uchun. Ko'pchilik shu etap borligini biladi va shu etap uchun harakat qiladi. Lekin shu etapga chiqqan insonlar hozir aytib o'tganimdek shu etapda qolib ketib qoladi yoki orqaga qaytib ketadi. Lekin bu etapdan ham yana ham yuqori etaplar borligini ko'pchilik bilmaydi. Bizda 5-etap avlod boyligi. Bu etapdagi insonlarda tizimli daromad manbalari shakllangan bo'ladi. Millatga hissa qo'shish boshlangan bo'ladi. Davlat miqyosida ta'sir kuchi paydo bo'lgan bo'ladi. Endi bu etapni zaif tomonlarini ko'rib chiqamiz. Shu etapda ham zaif tomonlari bo'ladimi deydigan bo'lsangiz, albatta bo'ladi, lekin qolgan etaplardagi pul taraflama, boshqa narsa taraflama bo'lmaydi. Bu etapda zaif tomonlari eski strategiyani yangilamaslik. Ya'ni shu joygacha, shu pog'onagacha, 5-pog'onagacha chiqib keldi. Kelish holatida strategiyalar tuzib yetib keldi va shu etapga yetib kelgandan keyin hech qanaqa strategiyasini yangilamadi. Albatta bu joyda o'sish uchun nima qilish kerak? Yangilash kerak strategiyasini. Va yana bitta zaif tomoni ko'p yuk va katta mas'uliyat bo'ladi. Oiladagi hamma mas'uliyat bu insonni bo'ynida bo'ladi va yon atrofidagi insonlar, qarindosh urug'lar, hamma do'sti, qo'shnisi, xullas bu inson katta etapga chiqqani sababli hamma mas'uliyat bu insonni bo'yniga tushadi. Bu joyda mas'uliyatni albatta og'irligi bo'ladi. Ya'ni sizni xatti harakatingiz, har bir qadamingiz sizni o'zingizga emasda, orqangizda turgan insonlarga juda ham katta ta'sir qilishni boshlaydi. Va shu joyda siz o'ylab qadamingizni bosishingiz kerak bo'ladi. Sizni bitta xatoyingiz butun boshli obro'yingizni ham kerak bo'lsa tushirishga olib kelishi mumkin bo'ladi bu etapda. Va tizim bosimi boshlanadi bu etapda. Ya'ni bu etapdagi inson juda ham kattalashgan bo'ladi, katta levelga chiqqan bo'ladi va shunga yarasha endi nima bo'ladi? Katta insonlar, xuddi o'ziga o'xshagan insonlar bilan raqobatdosh bo'ladi va buni orqasida juda ham katta tizim bo'ladi, tizimni bosimi bo'ladi. Aynan shu tizim bosimiga chidab berish kerak bo'ladi. Ya'ni shu qatorda uni qo'llab-quvvatlovchi xalq turgan bo'ladi va xalq ham unga qanaqadir miqdorda bosim o'tkazib qo'yadi. Agar kichkinagina xato qiladigan bo'lsa, bu bosimni uncha inson ko'tara olmaydi va shu joyda eng zaif tomonlari mana shu etapni aynan shular hisoblanadi. Endi bu etapda qilinish kerak bo'lgan ishlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda keyingi avlodni o'qitish. Ya'ni ko'pchilik xato qiladigan narsasi zinama chiqadi, tepaga chiqqanda u jarayonning ichida o'zini oila a'zolaridan, ya'ni farzandlaridan hech kimni misol uchun deylik fokus qarata olmagan bo'ladi yoki tarbiyasida shug'ullana olmagan bo'ladi yoki moliyaviy savodxonligini oshira olmagan bo'lib qoladi ko'pincha holatlarda. O'sha holatlarda xato yuzaga kelib chiqadi. Aynan shu narsa bo'lmasligi uchun albatta fokusni shu narsaga qaratish kerak. Keyingi avlodni albatta moliyaviy savodxonlikdami, boshqadami, shu o'zini biznesidami albatta o'qitish kerak bo'ladi. Keyin ta'sirni kengaytirish, ya'ni siz o'zingizni ta'sir doirangizni kengaytirasiz. Ya'ni qanaqadir bitta rayonga hozirgi holatingizda ta'sir o'tkaza olsangiz, misol uchun siz undan keyingi holatingizda kengayib boraverasiz. Ya'ni butun bir davlatda o'zingizni qanaqadir o'rningiz bo'lishi yoki butun bir dunyoda siz o'zingizni o'rningiz bo'lishiga ta'siringizni kengaytirishni harakatini qilasiz, ya'ni yangi loyihalar orqali. Keyin millatga hissa qo'shish. Ya'ni siz qaysi davlatdasiz? O'zbekistonmi? O'zbekistonda siz misol uchun o'zingiz xohlagan etapga yetib keldingiz, o'zingiz xohlagan joyingizga yetib keldingiz va bu joyda siz farzandlaringizni ham tarbiyasi, nevaralaringiz tarbiyasi, xohlagan insoningizni xullas o'zingiz avlodingiz tarbiyasi va undan tashqari siz millat uchun harakat qilishni boshlashingiz kerak. Bu joyda maktablar qurishingiz mumkin, masjidlar qurishingiz mumkin, yo'llar, ish o'rinlari, shunaqa narsalarni ko'paytirishingiz mumkin. Misol uchun bitta zavod qurasiz, fabrika qurasiz, ish o'rinlarini kengaytirasiz, har xil insonlarga yordam berasiz, o'sha insonlarni ham ishga olasiz. Xullas millat uchun harakat qilasiz. Misol uchun maktab qurdingiz deganda yokida deylik, misol uchun siz nima qilishingiz mumkin? Bolnitsalar qurishingiz mumkin. Xullas millatni kuchaytirishga harakatni
boshlashingiz kerak bo'ladi. Bu videoga tayyorlanish o'zimga ham juda ham qiziq bo'ldi. Siz o'zingizni qaysi etapda ko'rdingiz? Izohlarda albatta yozib qoldiring va qaysi etapga chiqmoqchisiz, uni ham yozib qoldiring. Bu video kimga foydali deb bilsangiz, u insonga albatta yuborib qo'ying. Videoga like bosing va kanalimga albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Siz bilan ko'rishguncha